Sahaba, 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 sahaba. Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Tuvanda Islom chakarlar guruhi tarafidan tarjima qilingan Payg'ambar alayhisalomning sahobalari nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari: Mahmud Misri, Abu Ammar. Muhammed sallallahu alayhi ve sellem'nin ümmetinin faziletleri. Onunğa en evzel rahmet ve salamlar bolsun. Allah paktur ki o bizni bütün insanlardan artık kıldı. Bizni özünü tanış istikanıdan kanğudek soğardı. Ve bizning peygamberimizni başkurguchi peygamberlerinin evzili kıldı. Allah onu ümmetin artık kılgan ve bizge ali himmetni inam kılgan vaxtida bizge Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Ey Muhammed ümmeti, sizler insanlar menfaat üçün o'tirg'i chiqarilgan eng yaxshi ummatsizlar, dedi. Sura Al-İmran 110 oyatning bir qismi. Biz payg'ambarning elchiligi berilgan ummatmiz. Bizning bu elchilikdan ayrilib ketishimiz to'g'ri emas. Allah İslam ümmetini, bütün ümmetler Allah insanlarning hammasiga tanlagan yo'lda menishi uchun yo'lni yo'ritib beradigan mash'alning o'rnida bo'lish uchun chiqardi. Allah ilgirki ümmetlerini o'zining وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ular faqat ibodatni Alloh xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda Allohga ibodat qilishga buyurildi. Namozni ado qilishga, zakot berishga buyurildi. Ana shular to'g'ri dindir. Sura Bayyina 5-oyat. degan so'zga bo'ysunib, Alloh azza va jalla uchun o'zi to'g'ri yo'lda bo'lishga buyurgan bo'lsa, islom ummatiga Alloh tuvandagi katta ikki vazifani topshirdi. Birinchisi, Alloh azza va jallaga ibodat qilish. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qilinglar. Uningga hech narsani sherik keltirmanglar. Sura Nisa 36-oyatning bir qismi. Bütün insaniyatni to'g'ri yo'lga yetaklash va bütün insoniyatga guvohchi bo'lish. Alloh taolo mundaq deydi: "Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida." Shuningdek, yana sizlarni islomga hidoyat qilgandek, kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shohid bo'lish uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sura Baqara 143-oyatning bir qismi. Mana bu ana shu musulmon ummatning yaxshi bo'lishining siridir. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Ey Muhammed ummati, sizlar insonlar manfaat uchun o'tirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Sura Al-İmran 110-oyatning bir qismi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qiyomat kuni Nuh alayhisalom chaqiriladi. U: "Ey Parvardigorim, men hozir bo'ldim, tayyorman" deydi. Alloh taolo: "Payg'ambarlikni yetkizdingmi?" deydi. Nuh alayhisalom: "Ha" deydi. Ondan Nuh alayhisalomning ummatiga: "Nuh sizlarga payg'ambarlikni yetkizganmi?" deyildi. Ular: "Bizga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmagan" deydi. Alloh taolo: "Sana kim guvohlik berdi?" deydi. Nuh alayhisalom: "Muhammad sallallohu alayhi va sallam va uning ummati" deydi. Ondan ular Nuh alayhisalomning payg'ambarlik yetkizganligi guvohlik berdi va payg'ambar sizlarga guvohchi bo'ldi. Ana shu zikr ulug' Allohning وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek,
kishilarga, ya'ni o'tgan ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shohid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sura Baqara 143-oyatning bir qismi degan so'zidir. Ubay ibn shohid bo'lishinglar uchun degan oyat haqida mundoq deydi. Ular qiyomat kuni kishilarga Nuh alayhisalomning qavmi, Hud alayhisalomning qavmi, Solih alayhisalomning qavmi, Shuayb alayhisalomning qavmi va ulardan boshqalarga ularning payg'ambarlari payg'ambarlikni yetkazganligiga va ularning payg'ambarlarini yolg'onga chiqarganligiga guvohlik berdi. Abul Aliya mundoq deydi. Ubayning qiroatida qiyomat kuni kishilarga shohid bo'lishinglar uchun deb bor edi. Jabirning hadisida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundoq deganligi rivoyat qilinadi. Ummatlardan qaysi kishi bo'lsin, bizning ummatning qatorida bo'lishini orzu qiladi. Qavmi yolg'onga chiqargan biror payg'ambar bo'lsa, qiyomat kuni biz uning Allohning elchiligini yetkazganligiga va ularga nasihat qilganligiga guvohchi bo'lamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Sizlar Allohning zimindagi guvohchilari, farishtalar Allohning osmondagi guvohchilaridir." Hurmatli qarindoshlar va fazilatli hamshirlar, biz payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalari haqida ayrim to'xtalishdan burun payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ummatining fazilatlaridan xushbiroq bir dastini hammanglarga taqdim qilamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Sizlar to'liq 70 ummat bo'lasizlar. Bu 70 ummatning yaxshisi va Allohning nazarida eng hurmatlisi sizlar." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Ummatimning misoli yomg'irga o'xshaydi. Uning beshimi yoki oxirimi belgili bo'lmaydi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Mening bu ummatim rahim qilingan ummatdir. Uningga oxiratda azob yo'qdir. Uning azobi dunyoda fitnalarga uchrash, yer tavrash, o'ltirilish va balo musibatdan iboratdir." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Alloh o'z bandalaridan bir ummatga rahim qilishni iroda qilsa, ummatdan burun payg'ambarni qabzruh qiladi-da, uni ummatidan burun jannat uchun saqlab turg'uchi qiladi. Agar bir ummatni halok qilishni iroda qilsa, uning payg'ambari hayot qarab turgan holatda azoblab halok qiladi-da, ummat o'z payg'ambarini xursand qiladi. Balki bu ummat uchun boshqa ummatlarga to'planmagan Allohning rahmatlari to'plangandir." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Alloh mening ummatimga qalbga vasvas qilinganni qilmagan yoki so'zlamaganli bo'lsa, qalbga kechgan vasvasidan va ular majburlanib qilgan ishlardan o'tdi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Alloh mening ummatimni ozg'unlik ustida birlashishdan saqlab qoldi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Alloh har 100 yilda bu ummatga uning dinini yangilaydigan kishilarni avatidi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Biz 3 ish bilan kishilardan ortiq qilindik. Birinchi, bizning saflarimiz farishtalarning saflariga o'xshash qilindi. Ikkinchi, zaminning hammasi bizga sajda qilindi. Suv topolmasak, bizga zaminning tuproqi tahorat suvi, ya'ni poklig'uch qilindi. Uchinchi, arishning ostidagi kondan Sura Baqaraning oxiridagi bu oyat berildi. Mendan ilgirki hech bir payg'ambarga bular berilmagan edi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Sizlardan burun o'tgan kishilardan hech kimga g'animatlar halol bo'lmagan edi. G'animatlar bir yerga to'planadi. Ondan osmondan o't tushib g'animatlarni yeb ketadi. Alloh bu muborak ummatning umrining qisqaligini nazarda tutib, ilgirki ummatlarga qaraganda ajr mukofotni hassilab ko'p berish bilan hurmatladi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Sizlarning ajlinglar ilgirki ummatlarga selishtirganda asr namozi bilan kun patadigan vaqtchilik keladi. Sizlar bilan Yahudi nasoralarning misoli bir kishiga o'xshaydi-ki, u kishi bir turkum ishlamchilarni ishlatdi. U kim bir qirat ish haqi uchun etigandan tushgacha ishlaydi dedi. Shuning bilan Yahudilar ishildi. Ondan u kim bir qiratdan ish haqi uchun tushdan asr namozi vaqtigacha ishlaydi dedi. Shuning bilan nasoralar ishildi. Ondan u kim 2 qirat ish haqi uchun asrdan kun patgacha ishlaydi dedi. Sizlar shu kishilar. Shuning bilan Yahudilar va nasoralar ochiqlanib, biz nima uchun ko'p ishlab turib oz ish haqi olamiz dedi. Alloh: "Men haqqinglardan bir narsani ilib qoldimmi?" dedi. Ular: "Yo'q" dedi. Alloh: "Ana shu mening fazlim. Men uni xohlagan kishiga beraman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan:
Müslümanlar bilen Yahudi nasaralarning misali bir kishiga o'xshaydi-ki, u kishi bir turkum kishilarni kechigacha ishlab berishga ijaraga oldi. Ular tushgacha ishlagandan keyin sen bizga shart qilgan ish haqqiga bizning hojatimiz yo'q. İşliginimizning haqqi sening bo'lsin dedi. U kishi unda qilmanglar. Bir kunlik ishinglardan qilib qolganini ishlab, ish haqqinglarni to'liq elinglar desimo, ular rad qilib ishni tashlab ketib qoldi. Ondan u yana bir turkum kishilarni ijaraga elib, bir kunlik ishning qolganini qilinglar. Men ular bilan shartlashgan ish haqqi sizlarning bo'lsin dedi. Ular ishlab asr namozning vaqti bo'lganda, ishliginimiz sening bo'lsin. Sen bizga belgilagan ish haqqi o'zingda qolsin dedi. U kishi unda qilmanglar, kunduzdan oz qismi qilib qoldi desimo, ular rad qildi. Ondan u kishi yana bir turkum kishilarni shu kunning qolgan qismida ishlab berishga ijaraga oldi. Ular kunning qolgan qismida ishlab, kun patqanda oldingi ikki turkum kishilarning ish haqqini qo'shib to'liq oldi. Ana shu ular bilan ular burundan qabul qilgan narsaning misolidir. Balki zaman oxiri, ya'ni qiyomat yaqinlashganda Isa alayhisalom qayta zaminga tushgandimi, Allah bu muborak ummatni hurmatlab, Isa alayhisalomni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatidan bo'lgan kishining keynida namoz o'qiydigan qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: İsa ibn Maryam keynida turib namoz o'qiydigan kishi bizdan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z ummatining qiyomat kundagi sifati va ahvolining qandoq bo'lganligi, hisobining qandoq bo'lganligi qatorliqlarni bayon qildi va ularning jannat ahlining ko'pinchisi bo'lganligini bayon qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Mening ummatim qiyomat kuni tahoratning ta'siridan tahorat olgan a'zolari nurliq holda chaqiriladi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Biz bo'lsak ummatlarning oxiri, hisob ilinadigan kishining avvalimiz. Qiyomat kuni ummi savodsiz payg'ambarning ummati nada deyiladi. Biz dunyoga kelishda oxirqisi, hisob ilinishda avvalidurmiz." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Mening ummatimdan 70 ming yoki 700 ming kishi o'zaro qo'l tutishgan holatda jannatga kirdi. Ularning oxiri kirmay turib, avvali kirmaydi. Ularning yuzi oy to'lgan kechidagi oyga o'xshaydi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Men ummatimdan 70 ming kishi berildi. Ular jannatga hisobsiz kirdi. Ularning yuzi oy to'lgan kechidagi oydek, qalblari bir kishining qalbidek bo'ladi. Men Alloh azza va jalladan texim ziyoda qilib berishini so'rgan edim. U menga har bir kishining barovariga 70 mingni ziyoda qilib berdi." Yana bir rivoyatda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Menga Alloh azza va jalla ummatimdan 70 ming kishini hisobsiz va azobsiz jannatga kirgizishni va'da qildi. Har bir kishi bilan 70 ming kishi va Rabbimning o'g'ishlaridan 3 o'g'ish kishi bor." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Qaysi bir ummat bo'lsa, ularning ba'zisi davzaxda, ba'zisi jannatda bo'ladi. Lekin mening ummatimning hammasi jannatda bo'ladi." Ya'ni kimiki tavhid ustida o'lsa, garchi cho'ng gunoh o'tkazgan bo'lsa-mo, oxir boradigan joyi jannat bo'ladi. Aksicha Mu'tazi mazhabidagilar cho'ng gunoh o'tkazgan kishi davzaxda mangu qoladi deb qaraydi. Shunga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mening ummatim degan so'zi bilan tavhid ahlini ayrim tilga olgan. Aniqki, mushrik, Alloh shirik keltirguchi va murtad, islomdan yenib olguchi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ummatidan emasdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Jannat ahli 120 sap bo'ladi. Bulardan 80 sap mening ummatimdan, 40 sap boshqa ummatlardan bo'ladi. Koshki biz islom ne'matining qadr-qimmatini sahobalardek bilsak edik. Butun dunyoga ega bo'lgan Alloh ularni dunyoning qaysi joyda bo'lsa aziz qilgan edi. Mana mahluqotni yaratgan Alloh azza va jalla bizni shu ne'matni bilishga, uning ustida mustahkam turishga va uning ustida o'lishga chaqirdi." Alloh taolo mundaq deydi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilan vafot bo'linglar. Sura Al-Imron 102-oyat. Tuvandagi she'rni yozgan kishi nima degan rost aytgan: "Igi bo'ldik bu dunyoga ko'p zamonlar, bo'ysundurdi uni o'lmas shu ajdodlar. Nurdan bo'lgan sahifalar qoldirdik biz, egam bizni jazolasa gumrohlikdan, bosh egimiz haq oldida biz xorliqdan."
To'g'ri yo'lga xavf kelsa qalb yig'lar. Bu zulmdan qaysi bir kun ko'z yumilar. Bir zamonlar bino qildik qahrdi mulk. Kuchaytatdi uni yoshlar irodalik. Bu yigitlar bo'ysundurdi katta yo'llar. Unutmaydi islomdan hech dinlar. Islom ularni parvish qilgan ham o'stirgan. Dunyodala buyuk baroqsan shohlar tutgan. Varang churung ko'tarilsa chetga o'tar. Tugunlar ham qo'rg'onlarni buzib tashlar. Bu yigitlar kechilarga yem bo'lmagan, dushmanlarga putlarni topshirmagan. Kechqurunlar ko'rar bo'lsang obid ular. Haqdan qo'rqib kechillari sajda qilar. Ani shunda qildi islom bu xalqimni, ixlosman hur omonatlik yigitlarni. Ko'rinmaydi mening xalqim bu karvonda, yashaganti barcha bo'lib shu yillarda. Zaman so'rar, nadi qoldi musulmonlar. Bu so'z meni ham hurlarni alam qilar. Sen o'ylamsan, o'tmish degan kilar qaytib, shu o'tmishni ko'p seg'ing'ach ketdim erib. Tinch qo'yinglar meni yolg'on arzulardan. Arzu faqat iboratdir gumonlardan. Ilib kelinglar menga iymon nurlardan. Kuchaytinglar vujudimni jazmiyatdan. Qo'mirman tog'larni men qo'lim so'zib, ulug' bo'lay inoq bo'lib, qat'iy bo'lib. İslam nimeti berganligi uchun Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Bugungi anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Allohga omonat. Ulug' maqsad g'oyalar ular uchun xitobdir. Halol neyla ko'zlaydi avangard ulga ular.